Epikur miloddan avvalgi 341-270 yillarda Afinaning Samos orolida yashab ijod etgan qadimgi Yunon faylasufi hamda epikurianizm falsafa maktabining asoschisidir. Epikurning yoshlik davri Yunon klassik davrining so'nggi yillariga to'g'ri keladi. Miloddan avvalgi 360-yilda Afina shahrida yashab, o'zining ismi bilan atalgan falsafa maktabiga asos solgandir. Epikurning 300 dan ortiq asari mavjud bo'lib, lekin bizgacha uning bir nechtasi yetib kelgan xolos. Epikur falsafasini fizika, kanonika va etika kabi turlarga bo'lgan. Epikur fizikada Demokritning atomistika ta'limotiga ergashadi. Ushbu ta'limot orqali son sanoqsiz olamlar orasidagina fazolarda yashayotgan befarq xudolarni mavjud deb biladi. Lekin ularning koinot va odamlarning hayotiga aralashuvini inkor etadi. U Platonning g'oyalar dunyosi, Aristotelning birinchi turtki va boshqalarning g'ayritabiiy kuchlar haqidagi g'oyalariga qo'shilmaydi. Olam son sanoqsiz, cheksiz, doimiy harakatda va o'zgarishda deb hisoblaydi. Epikur adolat tushunchasini o'zgaga zarar yetkazmaslik va undan zarar ko'rmaslik deb biladi. Epikurning fikricha, do'stlikning asosida insonning yaxshi yashash ehtiyoji yotadi. Uning shiori odamlardan yiroq bo'lib yasha. Epikur azob-uqubatlarning bo'lmasligi, tananing sog'lomligini va ruhning betashvishligini hayotning maqsadi deb bilgan. Uning fikricha, olamning bilish, tushunish, qo'rquvdan xalos bo'lish, o'lim dahshatidan, irim-sirimlardan va boshqa shunga o'xshash narsalardan xalos qilish deb o'ylaydi. Epikurning ishlari haqida asosan shogirdlari, zamondosh faylasuflari va asarlari axborot beradi. Epikur o'zining fizika va kosmologiya haqidagi ko'p ma'lumotlarini Demokritdan olgan. Demokrit singari Epikur ham koinot cheksiz va abadiy ekanligini va barcha materiya atomlar deb ataladigan juda kichik ko'rinmas zarrachalardan iborat ekanligini o'rgatgan. Tabiatdagi barcha hodisalar atomlarning bo'sh fazoda harakatlanishi va o'zaro ta'siri natijasi ekanligini ta'kidlab o'tgan.